Assalomu alaykum qadrdon tomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. 2026-yil 16-yanvar holatida Damas'larni, Nexia 2, Matiz va Lacetti'ni barakasi bo'lgan joylardan ko'rsatib o'tdik. Videomiz ozgina video bo'ldi. Juma vaqtiga ketyapmiz. Bozorda xaridorlar uncha ko'p emas, ichkarilarda ham, tashqarilarda ham olingan va sotilgan jarayonlar kam bo'lyapti. Siz qaysi mavsumda mashina olyapsiz va qanday mashinalarga qiziqasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun esa like tugmasini bosib qo'yish kifoya. Qadrdon tomoshabinlar, ilk barakasi bo'lgan Damas'imiz yili 19 ichki holatlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Agar adashmasam metallari bor, balolar mana bunday holatda ichki ko'rinishlarini ko'rsatamiz. Ichki holatlari mana bunday. Orqalariga tonirovkalar qilingan. Yurgan kilometrini bilamiz. Xo'p, yurgani 179.000 kilometr yurgan ekan. Aytishlari bo'yicha orqa kapotni almashgan deyapti. Bitta joyida petnosi bor. $4500 barakasi bo'ldi. Xo'p, navbatdagi barakasi bo'lgan Damas'imiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. 20.000 kilometr yurgan, albatta metallar uстановка qilgan ichki holatlarni ko'rsatamiz. Balon holatlari mana bunday barakasi bo'ldi. Ichki holatlar esa bunday ko'rinishda aytib o'tganimizdek 20.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Hamma narsalari cho'tki holatda qilib ketilgan. Hozir barakasi bo'ldi. Mana ichki holatlari, tepalari, bu yoqlari mana bunday holatda $7,750 barakasi bo'ldi. Agar adashmasam 200.000 aytilgan summaga qo'shib beriladi. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, navbatdagi sotilgan barakasi bo'lgan mashinamiz Nexia 2 2016-yilda ishlab chiqarilgan. 250.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Metani bor, benzinga yursa kerak. Balon holatlari ancha-muncha joyda kraskalari bor. Ichki holatni ham ko'rsatib qo'yaman. Bitta ko'rsatib qo'yaman aka, shunday. Mana bu holatda necha pulga barakasi bo'ldi? 5.000 naqdga, $5.000 barakasi bo'libdi. Zakalat berildi. Notariusda, dokumentlarda masalasi yo'q ekan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mexanika gazlar o'rnatilgan bitta qismda kriloda. Hop, kraskasi bor deyishyapti. 182.000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Holatlari ko'rishingiz mumkin. 5.500 ga so'rashyapti akalar. Balon holatlari manaqa. Menimcha $100 qo'shsa berib yuborsa kerak. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Ozgina korobkasidan muammosi bor ekan, qolgan motori hadovi yaxshi ekan. Ichki holatlari ko'rishingiz mumkin. 400.000 yurgan, 17.000, ya'ni $1.700 ga barakasi bo'ldi. $100 zakalat berishdi. Qolganini notariusda sanash bilan dogovor qilindi.